Hayajon avjida. Shiddatli o'yin. Jarima zarbasi. Gol! Hissiyotlarni jilovlab bo'lmayapti. Sobirov Farruh Abdubahrom o'g'li, Farg'ona viloyati Farg'ona shahridanman. Yoshim 33 ta. Restoran sohasida ishlayman. Restoranda jonli ijroda qo'shiq kuylayman. Birinchi marta shu restoran sohasiga kirib kelayotganimda u yerda fonogramma ko'proq kuylardim. Chunki jonli aytishni bilmasdim. Ashli aytayotgan joyimda birdaniga mikrofon uchib ketib qolganda, lipochkasidan chiqib. Ashli ketyapti, hali qorong'ida hali mikrofonni qidirib, fonogramma bu yoqda ketyapti, hamma qarshi chiqargan. O'shanda bir tarafdan o'zimga kulgili bo'lgan, ikkinchi tarafdan juda alam qilganki menga. O'shandan keyin fonogrammani tashlaganman. Farruh, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tanishtiring, kim bilan keldingiz? Gulbahor opam birga tashrif buyurdi men bilan. Qachon eshitdingiz qatnashayotganlarini? Ancha bo'lgandi, chaqirishligi kerak degandilar. Endi qachon chaqirishini bilmagandi. O'shanga bugun opa, bugun ekan dedi, hamma ishlarni yig'ishtirib. Bir kun oldin aytolmaysan sen. Telefoning yo'q sening. Farg'ona san'at kollejida tahsil olganman. Undan so'ng 2011-yili Toshkent davlat san'at va madaniyat institutini tamomlaganman. Ko'proq taekvondo sporti bilan shug'ullanganman. Ko'plab medallarim bor. Taekvondo yo'nalishi bo'yicha. 2007-yil O'zbekiston Respublikasida chempion bo'lganman. Musiqa sohasida 2011-yili Samarqandda bo'lib o'tgan yosh iste'dodlar ko'rik tanlovida 2-o'rinda laureat olganman. Sizga motivatsiya bo'ladigan ikkita narsa bor. Birinchisi, opangiz qo'llab-quvvatlagani kelganlari, ertalabdan hamma ishni bekor qilib, bu yaxshi tomondan. Ikkinchisi, agar mabodo o't olmasangiz, siz bu yoqda opangiz kutib turibdilar. Shuning uchun hamma ish atmay qilib kelgan, opa kutib turibdilar bu yoqda sizni. Shuning uchun O'tamiz, bo'lsa o'shdan nari ketaveramiz. orqaga yo'l yo'q. Qatnashdan maqsad onam orzularini amalga oshirish. Onam uchun armon bo'lib qolishini xohlamayman. Onam uchun birinchi o'rinlarda egallashga harakat qilaman. Maydalar, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyinga seni bo'lgan edim mas. Loladek, yanoqlaring yongan edi loladek. Erkalab turarding yosh boladek. Shunda paydo bo'ldi muhabbat. Jon, esingdami yon Sahar Shohruxxon, tabriklayman. Tom seni ko'zingga qara, asta aylab yuragimiz du Loladek, yanoqlaring yongan edi loladek. Erkalanib turarding yosh boladek. Shunda paydo bo'ldi muhabbat. Jonim, esingdami yon Yoshlari tom seni ko'zingga qarab, asta aylab yuragimiz du Esingdami seni yon Bu ko'z yoshlari tom seni ko'zingga qarab, asta aylab yuragimiz du Ana, bravo. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Loyihaga. O'zingizni tanishtiring. Farruh Sobirov, Farg'onadan 33 yoshdaman. Farg'onadan. Farg'ona shahridan. Ishlaysizmi? Или bu professionalnimi san'at? Hobbimi? Hobbi desa ham bo'ladi. O'zi san'at va madaniyat institutini aktyorlik yo'nalishini tamomlaganman.
ustozlarim Farg'ona san'at kollejida ham aktyorlik sohasini tugatganman. Ko'proq sport sohasiga qiziqaman. Sport. Qaysi sohasi. sport? Taekwondo yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lganman. Ana. Опасный парень. Kerak gruppaga. Опасно bu. Bitta gruppaga kerak bo'ladi. Himoya. Сразу, а? Baquvvat. Да. Kim bilan keldingiz bu loyihaga? Bu loyihaga men yaqin opajonim borlar. Shu yerda Toshkentda istiqomat qiladilar. Padeshkaga shu opamlar kelishgan. Ketdilar. Onamning duolari bilan kelganman ko'proq. Shu eng muhimi. Eng muhimi, boshlash kerak. Onajonimning duolari bilan. Xo'sh. Nima deysiz? Tanlash sizdan endi. Tanlang. Ustoz, sizni yoshligimdan eshitib katta bo'lganman. Onajonim juda ham yaxshi ko'radilar sizni. Rahmat. Yoshligimda Farruh Zokirov deb chaqirishardi meni. Chunki ko'proq sizga taqlid qilib yurganman yoshligimda. Juda yaxshi ko'raman sizni ham ustoz. Rahmat sizga. Rahmat. Sahar ustozimizni ashulalarni restoranda juda ham ko'p kuylayman. Rahmat. Juda ham yaxshi ko'raman sizni ham ustoz. Niyat qilib kelganman Shohruxxonni. Akamizni. Ura. Tabriklaymiz. Keling. Tabriklaymiz. Qarzinglar. O'rtoqlar qarzinglar. Farg'onada. Farg'ona bizga kulchi uyimiz. Krasavchik. Xursandman. Barakasini bersin. Omad tilayman. Ijodiylar. Xush kelibsiz. Omad yor bo'lsin. Tilaymiz. Sog' bo'ling. Xo'sh, aytib bering, qanaqa bo'ldi? Hayotimda konkurslarda bunaqa hayajonlanmaganman. Savlatlar juda ham bosdi. Ko'z oldimga faqat onam kelib turdi. Bajarishim kerak degan narsa bo'ldi. Bu sizga taekvondo emas, birga bir chiqadigan. Bu yoqda birga to'r. To'g'ri. Natijadan mamnunmisiz? Xursandman. Zo'r. Men siz uchun xursandman. Tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat.